Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sırağacı Rozi, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü islağı. 2024 yıl 4. ayının 14. günü haftaga yakşanba vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz eşak. İran'ın hücumu qattiq zarbaga uchirdi. Mavzuli xabar 4. ayının 13. günü Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi deyli. İsrailya harbiy taraf 4. ayının 14. günü mundaq ko'rsatdi. İran bir necha yuz odamsiz aeroplanni ishga solib, raketa bilan İsrailyaga hujum qo'zg'adi. Bir necha yuz deydi cuma. Raketa ve adamsız aeroplanlar to'sib qilindi. 99% raketa ve adamsız aeroplan kechada to'sib qilindi. İran'ın raketaları, adamsız aeroplanları kecha qorong'u havo boshlig'i bilan uchib keldi İsrailyaga deyli. Endi İsrailyaning davlat mudofaa sistemasi. Mesela raketaga qarshi sistemi harakat qilib, hozir 99% İran'ın adamsız aeroplanı ve raketalarını to'sib qoldi deydi. İsrailya harbiy taraf bayonotchisi Dengiz armiya generali Hagri televiziya orqali bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. İranning hujumi to'sib qilindi. Hagri mundaq ko'rsatdi. İranning adamsız aeroplanı ve raketaları İsrailya territoriyasi kirolmadi. Fakat bir qism raketalar İsrailya tuproqlariga yetib keladi. Bayonotchi to'liqlab mundaq dedi. Uning birisi Navadim İsrailya harbiy portga kelib tushdi. Boshqalar raketa odamsiz aeroplan to'sib qilindi. Bir qismi İsrailya territoriyasi kirdi. Navadim harbiy bazasiga tushdi. Lekin Navadim harbiy bazasidagi harbiylar, yani o'xshashlar o'zining harbiy mashg'uloti bilan shug'ullanyapti. İsrailya davlat mudofaa ministri Galant bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatdi. Biz sherikimiz Amerika bilan birlikda İsrailiyani g'alabalik qo'g'daymiz. Lekin o yani mundaq ko'rsatdi. İranning hujumi to'xtab qolgani yo'q. Biz hoshyor bo'lib turishimiz kerak. Bu xabar Fransiya agentligining xabariga yoki sho'r axborotiga asosan tayyorlandi deyildi. Yana bir xabar. İran ogohlantirib Amerika aralashma dedi. Misr ve Iordaniya qatorliq davlatlar hozir ciddi hava müdafiası yoki o'zining havo boshlig'ini qo'g'dashga o'tdi dedi. 4. ayning 13. günü Tayvan markazi agentligining xabari. Xabar mundaq boshlandi. İran bugün İsrailyaga odamsiz aeroplan ve raketa bilan hujum qildi. Bu orqali İsrailyaning İranning Damashqdagi elchixonasiga hujum qilish voqeasidan o'ch oldi. İran doiralari Amerikani ogohlantirib, Amerika İran bilan İsrailya to'qnashishiga aralashmagani yaxshi dedi. Fransiya agentligi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. İranning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq vakili TVT'da mundaq ko'rsatdi. İranning harbiy harakati Yahudi qisoschilari siyosiy hokimiyatiga Yahudi qisoschilari siyasi hakimiyetiga taqobil turish. İranning hujum qilishi Yahudi qisoschilar harakatiga taqobil turish. Bu vakil yani ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turish İranning vakili. İsrailya siyosiy hokimiyat yani xatolik sodir qiladi ekan, İran yani qattiq javob qaytardi. Bu İran bilan İsrailya o'tirish to'qinish Amerika aralashmagani yaxshi dedi. İranning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq vakil. O mushu sizda qaraganda demak uning yani davomli urush qilish niyati yo'qdek turdi. Qarang vatandoshlar deydi.
İsrailya siyosiy hokimiyati yana xatolik sodir qiladi ekan, ya'ni hujum qiladi ekan, o'qildi ekan degan shartlarda Iran yana qattiq javob qaytardi. Demak, bunga qaraganda Iran to'xtaydi degan gap. Iran to'xtab qolishi kerak, vatandosh. Agar Iran bilan İsrailya o'rtasida bu urush davomlashadigan bo'lsa, birinchi bo'lib buningdan foydalanadigan Xitoy. Jungo Kompartiyasi. Boshqa odam emas. İran bilan İsrailya o'rtasidagi urush davomlashadigan bo'lsa, buningdan foyda oladigani Jungo Kompartiyasi, Pashyaslav hukumati. Boshqadan foydalanmaydi. Shunga bu urush to'xtab qolish kerak. Birleşken Devletler Teşkilatı turish Iranning vakilining so'ziga qaraganda, shunda turdi. Nima deydi deseniz, yana xatolik sodir qiladi ekan, İsrail siyosiy hokimiyati Iran yana qattiq javob qaytardi. Yana qattiq javob qaytardi degan so'z endi mushning bilan mush qatimqi hujum bilan oxirlashadi degan shartlik, jumladagi shartlik mazmunmi qanday vatandosh? İsrailya İranning deganidek ish qilmadi endi oxiri. İranning hujumi o'zi yolg'iz taqobil turmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa amaldori Amerika armiyasining İsrailyaga hujum qilayotgan İranning odamsiz aeroplanini urib tushirganligini dalilladi. Angliya ham tayyorlik bosqichiga kirdi. Qohira, Misr istixborot organlari televiziya kanalida bunday ko'rsatdi. İran İsrailyaga odamsiz aeroplan bilan hujum qilgandan keyin Misrning havo mudofaa sistemasi jiddiy holatga o'tdi. To'qinishdan o'rlab ketmasligini ogohlantirdi.